Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana 10-fevral 2026-yil. Asfaltlarni buzmasdan yer ostidan 160 diametrda turbalar o'tkazish jarayoni. Xudo xolasa mana osonlik bilan hech yerga ziyon yetmasdan teshib bo'ldik. İş jarayonida lavhalar. Xudo xolasa o'tdi. metrlik yo'ldan yo'lni u yoqdan bu yog'iga suv quvurini o'tkazildi. Mana shu yerdan yo'l buyog'iga o'tkazildi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranga nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar.